Akalar, bugun 5 bola bozorimizda itlar kam chiqdi. Xudo xohlasa, avcharkalar so'rayotganlar, avcharkalar videosini olib chiqdik. Keyin bir ikkita alabaylar chiqqan, kangalchalar, kuchuklari chiqqan. Ko'pincha bozorda lokatsiyasini so'rashyapti. Farg'ona shahar 5 bola degan joyda mol bozor bor, ashuni ichida. Faqat yakshanba kuni bo'ladi akalar. Soat ertalab 7 dan 9-10 gacha bo'ladi uzog'i. Shu paytda kelib ulgib qolinglar. Bozorda ancha narxlar arzon. Olib kelinglar, mana shu bozorda sotinglar. Keyin yosh bolalar kechasi telefon qilishyapti, akalar kechasi telefon qilyapti. Ming bor uzr ololmayapmiz. Akalar, o'zimizga nomer qo'yib qo'yganmiz, aloqaga chiqasizlar, o'zimiz savdolashib, o'zimiz olib beramiz. Iloj boricha chiroyli narxlarda tezroq aloqaga chiqsalaring, kuchinglar qoladi. Bozorimizda yana bitta narsani aytib qo'yamiz, ma'lumot o'rnida. Ko'pincha Andijondan, Namangandan kelishyapti it olgani. Qanaqa it bo'lsa olib chiqinglar, sotinglar, yaxshi pullarga ketyapti. Videolarga iltimos like takkani bosib, qaddishkani bosib qo'yasizlar. Qo'ng'iroqchani eshitalaring, hammadan birinchi bo'lib ko'rasizlar. Rahmat. Alabayda urg'ochisi chiqibdi. Alabayda urg'ochisi akalar, holatlari vahshiy ular. Mana mana holatlari zo'r, urg'ochi 55 kunga ekan. Nima qilasan bo'lmasa? Holatlar zo'r. Lapalari. To'pi nima? Shop turibdi. Narxini $100 deyishyapti urg'ochi. Qulog'i tikka, kichkina laycha so'rayotganlarga bu Chihuahuaga ham o'xshayapti, Shpiska ham o'xshayapti. Ammo Chihuahuani juni kalta bo'ladi, Shpiska baland bo'ladi. Mana shu Shpis kuchugimiz chiqibdi. Narxini 1,5 million so'm deyishyapti. Urg'ochi, techkasi ham yaqinda keladi. Bolasi 8 oylik, 7 oylik kuchukcha. Mashatga qo'ying opa, qo'riqchilikni zo'r qiladi bular. Bitta qo'yib yuborsalaring, ana holatlari. Narxi 1,5 million akalar. Telefon qilaverasizlar, chiroyli narxlarda qilib nima qilib beramiz mana. Akalar, kangalchalarimiz ham chiqdi. Buni bitta erkak, ikkita urg'ochisi qoldi, qolganlari sotildi. Bular 25 kundan o'tdi, endi 1 oylik bo'lishdi. Holatlari zo'r. Mana holatlari uddar akalar. Mana holatlari, men baquvvatligiga qaranglar. Bu videodan juda kichkinaroq ko'rinishi mumkin akalar. Hali kichik. Kallalari xudo xolasa katta bo'lib, baquvvat itda bolalari bo'ladi. Akalarimiz urg'ochi Vostochka so'raganlarga Vostochka bir marta tuqqan avcharkamiz chiqibdi bozorimizga. Avcharkamizning narxini $100 deyishyapti, ozmoz kami bor. Vostochka nemisga qaraganda yirigroq bo'ladi. Keyin bular u birinchi chiqqan avcharkalardan. Holatlarni ko'rib turibsizlar, zo'r. Quloqlarni hozir egib olgan, egasini oldida. Ozmoz deyapti, komandalari bor. Gapni tushunadi deyapti, yosh bolalarga ham, ayol kishiga ham yetalab bemalol yuraveradi. Umuman bola, yosh bola umuman odam tishlamaydi, faqat qo'riqchilikni zo'r qiladi deyishyapti. Uyga qo'yib qo'ysangiz sharpa parpaga quriydi. $100 deyishyapti akalar. Ozmoz aloqaga chiqsalaring o'zimizga savdolarni qilib tushirib beramiz. Mana akalar. Holatlari zo'r. Yosh bolalarga umuman tegmaydi, mana quloqlari turgan holat akalar. Chiqaverasizlar aka. Holati vashsha udar. Akalarimiz mana avcharkani so'rashyapti. Bozorga keladigan akalar avcharka yo'q deyishyapti. Mana bugun bozorimizga chiqdi avcharkalar. Dilnashiz shu ayiq kalla deganida mana
Qulonlari bor. Quloqlari ozgina qoldi turib qolishiga. Mana. Qo'tlari zo'r. Urg'ochi erkagi bor mana. Erkak bitta xolos. Urg'ochisi bor-da, urg'ochi erkak. Holatlar udar, yeb itishi zo'r. Necha oylik bo'ldi aka? 50 kunlik. 50 kunlik kuchuklar. Bittasi buni qulog'i turib qoldi. Buniki. Narxini 2 million deyilyapti akalar. Akamizda. Akalar oq yo'lbarsga o'xshagan mushuklar chiqibdi. Yo'lbarsga o'xshashadi, oppoqqina. Mana unisini qaranglar. Ana. Ko'zlari ham xuddi o'shanaqa ko'm-ko'k. Cerebristый shinshillar. Holatlari uda. Shirinchaligini qaranglar. Shirincha narxlarini arzon deyapti. 800 ming so'mdan qilib beramiz. Kelaverasizlar, bozorimizning holati bugun kuchuklar kam chiqqan. O'tgan bozor chiqqan erkak alabayimiz mana bu bozor ham chiqibdi. Sababi aytuvdik aka, telefoningiz yo'q ekan, telefon ishlatmas ekansiz. Olib chiqing, xaridori keladi dedik. Bozorimizga chiqibdi. O'sha narx $150. Realni so'raganga kamaytirib beramiz. So'rashsin bitta narx kamaytirib beriladi. Akalar qirg'iz alabay chiqibdi. Mana 8 oylik deyapti. Urg'ochi. Ko'pchilik akalarimiz urg'ochi demanglar, qanchiq deylar degani uchun biz akalar itni urg'ochi deymiz. Sababi mana YouTube'da har xil ayol kishi ham ko'ryapti. Misol nima ham ko'ryapti, yosh bolalar ham ko'ryapti. Shuning uchun to'g'ri kelmaydi. Urg'ochisi erkak, urg'ochisi qiz bola degani, erkak degani shu o'g'il bola degani akalar. Mana shu kuchugimizga 1 million so'm narx aytishyapti. Oz-moz kami bor deyapti. Qo'riqchiligi zo'r mana. 8 oylik urg'ochisi. Pitbull chiqibdi akalar, urg'ochi 1-2 marta techkasi kelgan deyapti, 1 marta tuqqan deyapti. O'zi holati yaxshi, urishtiraverasiz deyapti. Narxini akalar $200 deyapti akalar. Ana. Bitta ko'raverasizlar. Bitta like bilan bitta kommentariy yozib ketinglar akalar. Like'ni bosib qo'yinglar. Sizlar uchun chiroyli videolar olyapmiz.